Oldin mana shu parovozni kanalimizda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Sal qimmatroq narx bilan. Endi buni zo'r narxga bosib olsangiz bo'ladi. Narxini boshida aytib o'tib ketaman. 26500 AQSh dollarga endi bosib olsangiz bo'ladi. Yana naqd pulga egalar o'zlari bilan telefon qilib kelishsangiz ham bo'laveradi. Variant ham bor. Oldin ham variantga so'rashgan, faqat hozir pul bilan so'rashgan ekan. Agar variantga ham kelishib qoladigan bo'lsangiz, variantga ham berilaveradi. Endi parovoz ma'lumotlari bilan yana bir qator tanishtirib o'tib ketaman. Tigach 2000-yilda ishlab chiqarilgan Volvo FH 440 ot kuchiga ega mexanika korobkada. Salon ichki holatlarini ham videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Salon ichki holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Baklari bir tomonda 550 litrli bak, bir tomonda 450 litrli bak bilan jihozlangan. Tigachchi balonlarini ham mana ko'rishingiz mumkin. Bu oldi balonlarni holati. Mana bu orqa balonlarning holati. Yog'lari, antifrizlarini almashtirib qo'yilgan ekan, kamchiliklari yo'q. Prinsipi 1998-yilda ishlab chiqarilgan 2 musli prinsip bo'ladi. Hajmi jami 120 kub hajmga ega. Videoga like bosib, mana shunaqa qulay narxda parovoz qidiruvgan fura ishlaringizga yuborib qo'ysangiz bo'laveradi. Hammaga rahmat.